Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga do'stlar, bugun 10-iyunda bo'lib o'tadigan O'zbekiston va Qatar o'rtasidagi Jahon chempionati, 2026-yilning 3-saralash, bosqichi o'rtasi, doirasidagi hal qiluvchi 10-tur bahs haqida ma'lumot berib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, bugun O'zbekiston, O'zbekistonning oq bo'rlari Qatarni mag'lub etishga tayyormi? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Mana bizning do'stlar, o'g'lonlarimiz, mana bu Qatarning o'g'lonlari. Bu bugungi o'yinda do'stlar, o'g'lonlarimiz yuta oladimi? Sizning fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring. Bugungi o'yin hisobi nechchi bo'ladi? Do'stlar, demak bugun Toshkentda Jahon chempionatining 2026-yilning 3-saralash, o'sha bosqichi doirasida hal qiluvchi 10-tur bahslari doirasida oq bo'rlarimiz do'stlar Qatar terma jamoasini qabul qiladi. Bunyodkor stadionida soat 18:45 da o'yin start oladi. Demak, ushbu uchrashuv O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun natija jihatdan hal qiluvchi bo'lmasa-da, jamoa muxlislar oldida yuqori kayfiyatda saralash bosqichini yakunlashga intiladi. Demak, Qatar terma jamoasi esa play-off bosqichiga chiqish imkoniyatini maksimal darajada mustahkamlab olish niyatida maydonga tushadi. Do'stlar, mana eshitdik, boshqa ommaviy axborot vositalarida Qatar terma jamoasi juda kuchli, o'sha tarkib bilan tushadi degan gaplar ham bor. Do'stlar, va bundan tashqari bugungi o'yinda, Qatar va O'zbekiston terma jamoasining o'yinida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham, tashrif etilishi kutilmoqda ekan. Do'stlar, bundan tashqari bellashuvni boshqarish huquqi Osiyo futboli, o'sha tajribaga ega bo'lgan xitoylik hakamlar brigadasiga topshirildi. Bosh hakam vazifasini Ma Ning, bajaradi. Unga qanotlarda Zofi va Jang Cheng yordam beradi. 4-rasmiy hakam sifatida esa Jin Jingyuan tayinlangan. Do'stlar, bundan tashqari bellashuvning eng muhim, texnik qismi, VAR, video yordamchi, hakam tizimida esa Fu Ming faoliyat olib boradi. Bu hakamlar, jahon miqyosida bir qator muhim uchrashuvlarda hakamlik tajribasiga ega bo'lib, FIFA va OFK tomonidan ishonchli arbitrlardan biri sifatida tan olingan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatining 2026-yil yo'llanmasini avvalgi turlarda rasman qo'lga kiritgan edi. Shu bois jamoa bu uchrashuvni erkin ruhda va muxlislarni o'sha xursand etish maqsadida o'tkazishi kutilmoqda. Qatar terma jamoasi esa play-off uchun kurash olib borayotganini hisobga olganda, bu bahs ikki jamoa o'rtasida keskin va qizg'in o'tishi tabiiy. Shu bilan birga xitoylik hakamlar bunday ruhiy bosim ostidagi uchrashuvni adolatli boshqarishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston milliy terma jamoasi bugungi o'yinda asosiy futbolchilarni maydonga tushirishi va yuqori darajadagi o'yinlarni namoyon etishi do'stlar kutilmoqda. Muxlislar esa tarixiy g'alabalardan keyin jamoadan yangi zafarlar kutmoqda. Do'stlar, 18:45 da bugun o'yin start oladi. Sizlarga 1 soat oldin jamoamizning asosiy tarkibini mana shu YouTube kanalimizda e'lon qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar. Bizni o'sha o'g'lonlarimizni qo'llab-quvvatlang. Bugun hisob nechi bo'ladi? Qani kommentariyaga yozib qoldiring qani do'stlar, kommentariyada. 1-0mi, 2-0mi? Menimcha 2-1 bo'ladi. O'zbekiston 2-1 hisobda, oldinga siljib yutadi deyman. Sizning fikringiz qanday? Kommentariyalarimiz siz uchun ochiq. Sog' va salomat bo'ling.